Ko'rdingmi? Alo, cho'miltiraman xolos. Aynan. Samuray dushayman deb tartishgan qarang. Yonboshib qo'ygan. Karchika, albatta cho'milasan, albatta. Nima zararli issiq kunda. Zahmatimni ko'rsan. Zahmat. Zahmat. Ko'rdingmi? Alo, cho'miltiraman xolos. Bo'ldi, yutqizding. Damino. Ay. Prinsessam, cho'milasizmi deyapman. Albatta cho'milasiz. Arqon topolmadim, iloji yo'q. Kecha Andijonga borganimda reklama olgani, mana futbolkani bir ukamiz hadya qildi. Shunday случайно ko'rib oldik. Bitta videoingizni ko'rdim deyapti. Bir kichkina motivatsiya oldim. Shunday chiqdim, ozgina pulim bor edi. Futbolka olib skuterda sotib yuribgan. Rosa xursand bo'ldim. Bir insonga qanaqadir manfaatli bir video qo'yibmanki, ta'sirlanib ketdim rostdan ham. Rahmat e'tibor uchun. Aka, sizga rahmat deyapti. Skuterchaga 3-4 xaltani solib, bozorda aylanib yuribgan. Futbolka yenguzi, yengilda mayka, shorti sotib yuribman deydi. Kam bo'lganimga motivatsiya oldim videoingizdan deydi. O'lib ham maza qilaman endi. Nimagaki bir insonga qanaqadir bir zarracha bo'lsa ham foydan teganidan xursandman. Rahmat hammalaringga. To'joq. Любой hayvonga ozgina parvarish kerak-ku. Bo'lib ham bu eng barakali hayvonlardan biri. Bularga chiroyli qarorish kerak. Xudodan fermaga yana ham barakasini keltirishini yoki xonadonga yana ham barakasini keltirishini zo'r urish kerak. Yoqa. Mana tortilib, qayrilib, eshilib ketibdi-da. Uzilsa ham mana shu qo'yni ikkiga bo'lib olishi mumkin-da. Tuyoqushni qo'ylar bilan do'st bo'lib olganini ko'rganmiz. Mana biz legendarniy bir dona tuyoqushimiz voy. O'zini yemi bor, alohida buni. Qo'ylar bilan do'st bo'lib ishani, qo'ylarni aylantirgan chiqaraman dalaga. Orqasidan yugurib yuradi, qurr qilib baqirib. Jengo, miau. Alo setga mayli. Qafasini uchib ketib olmasa bo'ldi. Vali yerim. Kratковременные дожди deyishdi. Apokalipsis boshlandi onasini ham. Hozir quyadi-da boru. Men xavotirlanayotgan. Setgami mayli. Valerni uchirib ketmasin deb onayning. Ha, o'sha qo'shnining tomi kelishdi boshladi biz tomonga. Qishloqda hayotini kayf tomoni ham shu. Ertalab turasiz, aqal-aqal bormaysiz ishga. Molni, qo'yni, g'ozni, tovuqni yechgan любой hayvoningizni suvini yemini beriz bo'ldi, yana kayfga ketdingiz, uxlab yotibsiz. Obed bo'ldi, faqat drabilga qilib qo'yganingizni beriz bo'ldi, yana ketdingiz uxlagan yoki qovun tarvuziga. Aka, haqiqatan ham qadriga yetish kerak. Zo'r bo'ladi. Kayf qilib yashasa bo'ladi, qishloq hayoti menga yoqadi misol uchun. Qurbonlikka qo'y so'ragan akalarim diqqatiga. O'zimni qo'shnim aka, haqiqiy maqtovga arziydigan. Vahim mahallasi 10-xonadonda tanimagan odam bo'lmasa kerak aka. Bu zotga, bu ham sotiladi. Ichkarini bitta cho'tka qilib obzorini qilib beraman. Nimalar yedirayotganlargacha ko'rsatib beraman aka. Haqiqiy maqtovga arziydigan. Siz uchun boqilgan akajon. Yuring ketdik. Qo'ylarning soni cheklanganda vahima qilib o'tirmayman aka. Sizga ham yetadi, boshqasiga ham yetadi. Boqilgan joylarini e'tibor bering aka. Poytaxtda pokiza, chiroyli qaralgan. Pishirish jarayonidan maxsus arpa, budoy, makka shular bilan boqiladi qo'ylarimiz. Maqtovga arziydigan-ku aka. Aka, jonivorlarni ko'ringiz qanaqa holatda boqilyapti. Go'shtligining samarasini oshirish uchun makka, budoy, arpani alohida pishirib berishadi aka. Jonivorni hamma ham zo'r boqadi, lekin bularni maxsus siz uchun zo'r qilib boqib qo'yilgan. Qo'ylar bo'yicha to'liqroq ma'lumot olish uchun aka nomer qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qiling. Akam 24 ga 7 sizning xizmatingizda. Manzil tushuntirib o'taman. Manzil Sharixon, Vahim Arab mahallasi. Orientir. Shaharli fermerda qo'shilsa desanglar, Vahimga kelib, hamma taniydi xudo xolasa. 10-xonadon aka, xizmatinglarda hammalaringga xayr-ayo muborak bo'lsin.